Вот обсерватория Улугбека. Сейчас нам расскажет. Qonun tomonidan qurilgan Ulug'bek observatoriyasi bo'ladi. Bino aylana shakldan iborat bo'lib turib, balandligi 30 metr, 3 etajli bino bo'lgan. Eniga 46 metr bo'lgan. Mana bu aylana shakldan iborat ko'rib turgan joyimiz o'sha baland zana rasadxonaning fundamenti bu joy. Tepasida bu joy Ulug'bek ishxonalari bo'lgan, tepasida ko'rsatgan joylar yashash joylari, kutubxonalar, laboratoriyalar bo'lgan. O'sha vaqtda kredit mana bu joydan bo'lgan. Mana bu turgan joyimiz Samarqand shahar ichidan 13 metr balandlikda joylashgan joy. Unda aylanib qarasangiz panorama Samarqand ko'rinadi. Mana hozir endi 2010 yil restavratsiya bo'lgandan keyin ekilgan daraxtlarimiz to'sib qo'ygan. Nima orasidan qarasangiz baland shahar ichida. Mana kelasiz, mana bu holatda bino bo'lgan. Nimaga baqa kirdingizmi? 8da ochilar ekan. Soat 8da ochilar ekan. Mana bu holatda 3 etajli bino bo'lgan. Aylana shakldan iborat. Ulug'bek o'ldirilgandan keyin buzib tashlangan bu joylar. Hozir sizlar